Kuniga kechga yotgan vaqtda o'ziga aytar ekan, "Ey Alloh, men hammani kechirdim, meni ham kechirgin" deb turib duo qilib yotar ekan. Bir yomonlik qilib qo'ysa ham, qilsa ham, mayli o'tgan ishga salovat deb turib, hech qachon xafa bo'lmas ekan. Bir inson kelib atay ham harakat qilib ko'rishar ekan, u qilar ekan, bu qilar ekan, biroq u odam hech qachon hech kimga xafa bo'lmas ekan. Kuniga kechga yotgan vaqtda o'ziga aytar ekan, "Ey Alloh, men hammani kechirdim, meni ham kechirgin" deb turib duo qilib yotar ekan. Vaqtlar o'tib boyagi inson vafot etibdi. Qaytish bo'libdi. Ana shu insonni yaqinlarini tushiga boyagi inson tushiga kirishni boshladi. Shunday boyagi insonlar do'stlari so'rabdi, "Sen qaytish qilding? Nimaga erishding? Nimani topding?" deb so'rabdi. Shu vaqtda aytdi, "Men Allohning roziligini topdim. Men jannatni topdim" debdi. Shunda aytibdi, "Qanday qilib topding? Nima qilding?" debdi. Shunda boyagi inson aytibdi, "Men turdim. O'lgandan keyin Allohning huzurida turdim. Allohning oldida turdim. Meni butun qilgan amallarimni oldimga kelib qo'ydi. Shu vaqtda o'yladim, bo'ldi, men tamom bo'ldim. Hozir men do'zaxga ketsam kerak" deb turgan vaqtda Alloh taolo bilsa nima debdi? Aytibdi, "O'tgan ishga salovat, o'tgan narsa eslanmaydi. Sen kechirding, men ham kechirdim" degan ekan. Ya'ni sizlar bu dunyoda halimlik, sizlar kechirimlik, yumshoq bo'lsanglar, inshaalloh sizlarni ham shu narsa kutib turadi. Sizlar bu dunyoda qattiq qo'l bo'lib, birovga zulm qiladigan bo'lsanglar, u yoqda ham sizlarga qattiq qo'llik kutib olinadi. Shuning uchun muhtaram azizlar, qo'ldan kelgancha yaxshi xulq egasi, ya'ni yaxshi odam bo'lishga, qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishga harakat qilinglar. O'tgan ishga salovat, o'tgan narsa eslanmaydi. Sen kechirding, men ham kechirdim degan ekan.